Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana birov Serik Bilash deyma, Serik Bilash deb qo'yadimi, Bilash deb qo'yadimi? Endi kim biladi. Elning barining ortidan sunquldab, baxildab so'z aytuvdan boshqa hech qanday bir tirlik yo'q ekan o'zining. Chet elga borib oldi. Al endi mening eshituvimcha bu Serik Bilash Mınau Xitayda tug'ilib, Xitayda yasaygan o'xshaydi. So'gan qaraganda bu o'zi Xitayda baha jeydi-ku endi barlig'i. So bahani jeb bahaga o'xshab ketgan o'xshaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi, kim ne jegen bo'lsa so'gan o'xshaydi deydi. Bu bahadan pishirgan tamoqni ko'p jeb, bahaning so'rpasini ko'proq ishib, baha o'xshab baxilday bergandan boshqa hech narsa bilmaydi ekan o'zi. Elning bari jaman. Qozog'istonda birde bir adam qolmadi, жақсы barliq jaman осы o'zi g'ana жақсы, Serik g'ana жақсы bo'lib o'tir. Serik Bilashning o'zi g'ana жақсы bo'lib o'tir. Endi bulaycha aytganda, bu Sung'ula bu Qozog'istonga bir жақсылық әкелмейтін адам ғой бұл. Xudoy o'z saqtasin, o'tganda o'tirib apti, men prezidentlikka de dayımman deydi. Prezident egarda sen Qozog'istonda boshchi bo'lib prezident bo'lатын bo'lsang, barliq Xitoyga seyrab ketib qolasan. Sen Xitoyning agentisan ғой sen. Bulaycha aytgan kezlerde. Endi bir qarasang, dinga de til tegizib atadi. Musulmonlarga da til tegizib atadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga da jag'i Alloh taolaning o'zine de til tegizib atadigan adam. Barib turgan, baxildab qolgan, ana suding жағасындағы bir-biriмен кездескенде қатты бақылдасып кететін бақалар болады. Сол бақаларға ұқсап бақылдап елдің бәрін есін шығарып бітті. Өзі ғана жақсы, қалғандардың бәрі жаман. Енді мынау Талғардағы істі жағы зерделеп, зерттеп, барлығын шындығын шығарған адвокат бар. Соның артынан түсіп, соның артынан сөйлеп жатыр. Sen birinchi